Bitta jahlimni chiqargan gap o'zbeklarga kelin bo'lmayman deyishimga sababchi bo'lgan. 2024-yil iyul oyida uyimizga mehmonlar keldi. Men ularga ovqat olib kirdim. Odatlarni yaxshi bilmaganim uchun tepada o'tirgan yosh katta ayolga emas, pastroqda o'tirgan yoshroq ayolga uzatib, kattalarga uzatvoring deb iltimos qildim. Shunda bitta ayol meni noto'g'ri tushunib, hammani oldida ertaga kelin bo'ladigan qizsan, avval odobni o'rgan, ovqatni kattalarga beradi deb urishib ketdi. Menga eng og'ir botgani meni hammani oldida uyaltirgani edi. Indamadim. Keyin unga yana bitta ayol qo'shilib, o'rganishing kerak, katta qiz bo'lib qolding dedi. Oxiri jahlim chiqdi. Shunda men sizlardaqa o'zbeklarga kelin bo'lmayman deb xonadan chiqib ketdim. Ayam esa orqamdan chiqib, o'zbekka tegmasang kofirga tegasanmi deb urishib berdi. Men esa islom dini faqat o'zbeklardan iboratmi deb javob berdim. Oradan bir necha oy o'tdi. 2024-yil noyabr oyida opacham bilan Doston aka meni bir yigit bilan tanishtirmoqchi bo'lgan. Aslida u menga avgust oyidayoq podpiska bosgan bo'lgan. Men esa zakriy akkaunt bo'lganim uchun esa uni 3 oy davomida qabul qilmaganman. To'g'risi profilda shunaqa rasm turgani uchun men uni juda ham yoshi katta amaki deb o'ylaganman. Tabiiyki ko'rib, beyo'l katta kishi yoshgina qizga podpiska tashlamaydi deb jahlim chiqqan. Ko'cham aytgandan keyin u aslida yoshi katta amaki emas, Doston akani tanish ukasi ekanligini bilgan va Instagramimga qabul qilganman. U bola esa menga va nihoyat degan xabar yubordi. Yozishi bilan esa men unga rosa ham katta gapirdim. Siz kimsiz menga yozadigan? Avval men bilan gaplashish uchun ariza yozasiz, keyin 15 kun kutasiz, arizani qabul qilsam, keyin gaplashishingiz mumkin dedim. U esa ariza yozdi va xotirjam ohangda men haqimda Doston akadan so'rang, yomon niyatim yo'q dedi. Men esa mayda-chuyda odamlarni surishtirib o'tirishga umuman vaqtim yo'q deb javob berdim. Shu vaqtda uni ham xayollarida qarab tur, shu gaping uchun ham senga uylanaman, ko'rsatib qo'yaman hali senga mayda-chuyda odami degan gaplar o'tgan ekan. Lekin shunga qaramay u ham taslim bo'lmadi, do'stlikni taklif